hammaga. Sizlar taniyotgan men o'sha youtuberman, sekin-sekin endi mashhur bo'lamiz. Xo'sh, bu nima deb so'rasanglar, bu meni TNTli uyim. Ya'ni o'zimchasiga aytganda shunaqa nima deydi? Короче, uyda mana o'zinglar tushungan bo'lsanglar kerak. Bu yerlarga mod ishlata olmadim, modim yo'q chunki bu Minecraftga mod tushmaydi. Lekin bu Minecraftda bunaqa qilsa bo'lmaydi. Buni qanaqa deb qo'ysa bo'lmaydi, lekin men qo'ydim. Buni sirini ham albatta o'rgatib ketaman. Balkim bilarsizlar. Hozir uyqudan turdim, ya'ni hozir emas endi. Balkim uyqudan turgandim. Ishlarni qilib, keyin video olishga sekin-sekin video oldimda. Xo'p, bu uyimizda nimalar bo'ladi? Короче, qaranglar. Bu uyimiz tepadan qilib qaraganda bunday tuyuladi. Pastdan bunday. Bunisi unchalik o'xshamabdi-yu, lekin mayli. Keyingi safar albatta o'xshataman. Bu yerdan zombilar kirib ketmasligi uchun. Ha, aytgancha mening o'zimning shaxsiy tushuncham bor. Go'sht berib qo'yaylik. Go'sht berib qo'yaylik. Shular kerakda bu. Endi nima qilamiz? Bu uyma obzori mana. Yo'q. Bu yerda esa hech narsa yo'q. Bunga bunaqalar quranim, oynalar bor. Buni qurishimga hech qancha vaqt ketmadi, ozgincha vaqt ketdi. Va endi bu yerni nima qilamiz desanglar, buni bo'ylab men turaman. Obro bilammi bo'ldi unda. Bu uyni portlatib tashlaymiz. Nima uchun desanglar, chunki men boshqa uy qurmoqchiman, shuning uchun buni portlatishga qaror qildim. Xo'p, qanday usul bilan portlatamiz? Birinchi o'rinda biz mana bunday qilib necha metr ketarkan bu? Yo'qsa betaq bo'lmaydi. Birinchi o'lchov olish kerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bo'ldi. Endi yetarmikan qani? Yetyapti demay 12 gacha yetadi bemalol. 12 gacha yetsa, demak men 12 ta qilaman va buni portlatib tashlayman. Birinchi uyga ham bunday qo'yib chiqaymikin. Bu alohida bo'larsin, o'zi keyin bo'lar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bo'ldi. Endi 12 bo'lgandan keyin men buni betga qo'yaman. Buni bosib olmayman. Mana endi betga oyna qo'yib kerak. To'g'ri, oynasini deb tashladim, lekin vaqtim bor. Endi buni tepasigacha bu yerga ham oyna qo'ygandan keyin bu yerdan qo'yib turaman. Lekin kreativdan o'tkazsam yaxshi bo'lar balki. Lekin men endi kuchukdan qolib ketdi, menga вообще qiziq emas. Endi bosamiz deganlar. Samolyot uchishga tayyorlaning. To'xtanglar, past qolib ketdi, pastdan pastga tushib ketamiz. Shuning uchun pastdan yopganimiz ma'qulroq. Lekin bu hammayli. Unda ketdi, shuncha qurgan uy. Oy. Yaxshi bo'lmadi-ku. Men o'ylagandim, kam portlaydi desam, aniq pastim tushib ketar ekanman. 3 ta blokdan tushib ketar ekanman. Mana endi qorayib qoldi. Ha, Minecraftlik bagmi shunaqa. Qani unda nima qilamiz? Meni kuchukcham tirikmi? Kuchukcham uyilgan. To'g'ri. Endi nima qilamiz? Короче, yangicha narsa qilishim kerak. Ayol tilay kravat qo'yishni o'rgatmoqchi edim. Xo'sh, bombani olsa bomba ham. Mana bo'lmadi endi TNT shunaqa. Короче, bunday qilsanglar qo'yilmaydi, to'g'rimi? Qo'yilmaydi. Bu blokdan-chi, bu blokdan qo'yilyapti, to'g'rimi? Buni sindirib tashlasanglar tepada qolib ketadi kravat. Shuning uchun bunday qilib qo'ysanglar, qo'yilganga o'xshab qo'yiladi.
Zo'rmi? Hammasi to'rtki. Xo'sh, endi nima qilaman? Bu dedilar menga qiziqmas. Endi bu videoni tugatamiz va boshqa video olishga harakat qilamiz. Iltimos aktiv bo'lib beringlar.